Oyna Halidemning keyindilla bo'ytaqning ishxonasida bo'lishib to'ylar muborakni chaldik. To'y qilib bo'lg'ali yo'q odamken deb ataldik. Bo'ytaqning uyida qaynamas umiching, galdur qiliching, maylishar chiching, qattiq nanda dog'chay iching, zerikib qas chaludi denzching debdiki. Ishxonasiga kirsak shunda retlik, tamdik cho'lponlar bilan salomlashib o'tib o'tadi. Nurg'un ssenariyalari, ilonlarni tizib qo'yapti. Balliq vaqtidan qutulanmag'achqa bo'ytaq o'xshaydi manda denshi ko'rdik. Hamma odamning xizmat ustilida ayolning balasining rasmi bo'lsa, mabalda o'zining rasmi borki. Tek balliq olmag'achqa kuy balaliq deb markasi borki. Unda emasmi ya? Mana bu xotin tunishtirganlarga bergan tapanaqqa. Manda deylar borki, o ustiga qarsam bo'ytaqchimandan birisi borki, paranglish bo'ltiringlar deb bir kelib qo'ydim. Ilonchining ishxonasi shunda bekorlik yeydigan narsa kelib turdi shu ilo ishlaydigan. Bizni dasxon kilang demaganniki o'zimizni mehmon qashtirdik. Keyinchani xil uzun so'z versam, ama denshidan kanal chiqmadi. Qanday qilsak chiqadigan hozir. Yeydigan kilang demisman Nasir sal qililik qilib o'tirib oldi. Bo'ytaqlar marshini kuylib o'tgandan keyin men kelib o'tdim. Mush narsaning ichiga kino qachlaydi ekan qadimki vaqtlarda. Necha yuz ming parcha rasmdan tarkib topadi ekan bir kino. Ma xatni nimishqa bu bola ishxonasiga isvag'andu bildig'ali bormi? Nasir hamma narsani oshqozon qachlab bo'g'ichi gap titimidi. Keyindan bu og'inimiz garchi men to'y qilmam bilan atrofimda chiroyli qizlar oz emas degandek qilib modullarning filmlarini qo'yib berdi. Nima xistva bilanmidiq bilalgali yozib qo'yinglar. Sizlarning erkinlikingni bo'g'il bo'g'a odamlar demoqchimi o ya? Nasir ko'z portlab ketgidek bir qora o'tib, qo'limdagi juziga yetmaydi deyotdi. Tog'mi-tog', bog'mi-bog' menib yurib ilo ishlaydi. Ishxonasini tafsili ko'rdik. Nimish hozirgacha bo'ytaqliqning sababini aniq bilanmidiq. Yipuchi bayqaganlar yozib qo'yinglar. Keyindilla to'ylar muborakini to'lg'ach yana bir to'p bo'ytaq bola ishlaydi ekan qo'lida. Bu bolaning dardini ang'il kirdik. Qizliq mili tayyor ekan to'q ishxonda. Har vaqt Nasirga 20 ming tanlaganini bilmay shu zamon. Bigamizdan Qashqar Bolqada ishlash mumkin. Burun Vishan shirkatlar mushta yolg'on pulli adam aldaydi deydi. Naq maydonda ikkimiz Nazim qizga vakolatchi bo'lganda ko'rinish chiqib ketdi. Men bilan birga maqsanglar siz burun ko'ygan nurg'u ishlarning aldamchilik ekanligini his qilmaysizlar. Derizda marab mangmay boshtirat qo'shashni besib menglar. Bo'ytaq bolaning xushalligini tang o'ynab baqdi. Nurg'un shirkatlarining Tırnaq xonim qizlarning do'yin filmlarini mangdirib berib yutibdi. Mujibalning do'yinimini qoldirib qo'yay, do'yin tadg'ali izlanglar. Tırnaq bo'ytaq xonim qizlarga e'tibor qilindi. Yipildi. Keyindilla Ruydadagi dehshat yomon bolaning beshxonasiga bormoqchi bo'ldik. Bu bolalar do'yinning Uyg'urcha toniydigan texnikasini yasagan bolalar. Burun 200 dak odam ishlayotgan hozir aran 60 odam qopdi. Igilik mangdirib bo'lmay chashmi chib ketib, chashni tikkizib shepki yeyapti. Demaydigan gap bo'g'imi deymi shu. Siz haqi demanglar. Mush yo'vash o'rtaga ishkaylar sherikkan, qalpoq bek cho'ng, texnika bek ilg'or, pul topamatimiz deydi. Bu shirkatning markazi o'tkirdigan bolani davlatimizning bosh shujisi ko'rishganki. Baqdiga odamchi qo'g'a chiqilan faqat taraqqiy qilamatimiz deydi. Bularning Shilov Putunxa degan bir detali bor ekan, butun ishchi xizmatchilar detaldan davlatligini o'tibdi. Do'yinda dahshat yurak so'z yozib etganlik ko'ngil qilamiz degan-ku. Mushular mana eng yaxshi 100 inkasga 1 yillik shiltilishini haqsiz beradigan bo'ldi. Men bir mo'cha olmayman. Har xil AI texnikalardan foydalanib tilgansan bak ishtik ugunib ketgan bo'ldi deydi. Dabazani manda jimularini yasabdi ekan bular. Rasmini chiqarsa o'zining yeshujoq chiqadigan detallarni yasabdi ekan. Putunxa ugundiga uylari, ma'lum jubo qilib uy tutgan kundosh detalda. Mush qavatlarda burun 200 odam ishlaydi ekan. Mush ahvolning tez surat qanday qilsak yaxshilandi desam ishlaydigan bolalarni qisqarsak deydi. Ichim qattiq bir xil bo'lib qoldi. Qizil xatliklari biz odatda Uyg'urchadan aralashtirib ishlatadigan so'zlikka. Mush shirkatni qutqizish uchun Shilov Putunxani qachlab uyinib qo'yanglar. Menmi ta'sirini bayajan daqsiz qo'llayapman. Foydasini sizlar ko'rasizlar inkas yozganlar. Keyindilla kechki bir baknoch qizlar bilan bardiga yaychildi deb bir yak boshildi. O, kimlar bordo ko'rdigali boshtirat qo'shashim besib qo'yanglar, at ko'rishli.